Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалыктары videoni бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like basuudu unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Qozog'istonlik bokschi nokautмен жеңилистин салдарын ko'rdi. Ikkinchi o'rta salmoqdagi qozog'istonlik bokschi Ali Ahmedov reytingga tushib qoldi deb xabarlaydi. Qozog'istonlik bokschi polshalik Matvey Suleyskidan nokautмен jengilgan edi. Ahmedov bilan Suleyski jekpe-jegi 28-aqban Ostonada o'tgan boks keshinining basta ayqasi bo'ldi. Bu кездесуде Ahmedov 10-raundda jengildi. Polshalik bokschi Qozog'istonlikni 4 ret qo'latqali bo'latin. Oslay Suleyski super o'rta divizionda WBS Silver titulini jengib oldi. Al Ahmedov karyerasida 2-ret jengilib o'tir. Jengilishning saldari. Bu jengilishdan keyin Qozog'istonlik boks reysning 2-o'rta salmoq reytingidan 29-o'rindan birden 7-o'ringa sirg'adi. Ayta ketu kerak, Ahmedov Ostonadagi boks keshinining Amerikadagi jekpe-jegidan bir oy o'tmay jatib qatnashgan bo'latin. Qantar o'rtasida ol amerikalik Malcolm Jonesni 2-raundda nokautga tushirgan edi. Do'stlar, bu ayqas joylar biletinler bar, bilmaytinler bar. Bilmaytinler uchun Janibek Alimxano'lining qarshilasi rasmiy turda jariyalandi. Qozog'istonlik kasboy bokschi Janibek Alimxano'lining 5-savur kuni Ostonada kimmen judoqtasatini belgilab bo'ldi. Top Rank promoterlik kompaniyasi ma'lumdagandek, vatandoshimiz fransuz bokschisi Tega Kongolik Anuel Ngamesingmen judoqtasada. Bu jekpe-jeklar o'rta salmoqda IBF және WBO atag'in qo'rg'aydi. Janibek kasboy boksdagi alg'ashqi 2 jekpe-jegin Qozog'istonda o'tkazdi. Odan keyingi jekpe-jeklari AQShda o'tdi. So'nggi кездесуі g'ana Avstriyada judoqtasdi. Bokschi Anuel Ngamesing Kongoda dunyoga kelgan. Alg'ash ret 12 raundlik jekpe-jekka chiqadi. Al Janibek bu yil kuzga дейін 3-1 chempionlik ataqtin basin biriktirgisi keldi. Sizlarмен sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like basuudu unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi.